Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Juda ko'pchilik Malibu Captiva'ni so'rashadi, muxlislari rostdan ham juda ham ko'p. Ushbu Malibu sotiladi. Avtomat korobka 2012. Gentra Cobaltdan arzon. Nexia 3 ta narxida mana. Kimga kerak? Hozir ko'rsatishga harakat qilamiz to'liqroq. Yopishtirilibdi. Ana shu narsa ham chiroyiga chiroy qo'shadi. Nexia 3 ta narxida o'rtoqlar. Qarang, mana bular yopishtirilgan. Xo'p. Yurgani 156.400 ekan. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Juda yaxshi minilgan ekan mana. Luklari ishlaydi. Eng asosiysi mana bu yerga yopishtirilgan ekan. Xo'p, balonlar yaxshi. Balonlar yaxshi. Orqa faralar o'zgartirilgan ekan. Laminat yopishtiribdi men bu yerga. Sport 4-pokoleniya metan o'rtoqlar. Tak, zapaskasini ko'rsak, zapaska hali tushmabdi. Tak, qirilgan, chizilgan joylari yo'q ekan Malibu'da. Zazorlar hammasi chotga turibdi. Mana. Ku Malibu'larning orqa old bamperlari osilib ketadi. Bunda chiqqan ishtimasi osilmabdi hali. Bu yerda ham qilingan ekan laminat. Suv sepadiganlar ishlaydi, hammasi hozir ko'rsatamiz buni ham. Xo'p, buni bir zavod qilsak. Malibu'da nima deydi? Kim qiziqadi Malibu'ga? GPS ulandi. Zo'r hadoylar ham yaxshi ekan. Xo'p, motorlarni ko'rsatsak. Bunaqa motorlar yuvib, tozalanmagan. Qanday bo'lsa shundaylik syomka qilyapmiz mana. Motor ochilmagan o'rtoqlar, Hadoy zavodskoy o'ziniki. Xo'p, kraskasini aytib o'tmadim. Shu kapotda kraska bor ekan, mana yechilmagan. Shu kapotda kraska bor ekan. O'sha sovuqda anomal sovuq bo'lganda shu ustiga nimadir tushgan ekan. Qarang, kapot yechilmagan lekin. Shu qayerdadir kraska bor ekan. Tokti xodalar tushib ketgan ekan. Xo'p, ma'lumotdan yana bir bor takrorlayman. 2012 avtomat, yurgani 156 dan o'tgan, 4-pokoleniya metani bor. Rangi beli jimchuk. Balonlar holati yaxshi. Boshqa joyda kraska yo'q, kapotda ozgina bor ekan. Udar bo'lmagan ham. Birinchi o'ylab olinglar, keyin telefon qilinglar. Faqat naqdga sotiladi. Videoni ostiga ma'lumotlarni yana yozib qoldiraman. O'sha yerdan ham bilib olasizlar. Juda ko'pchilik qayta so'raydi, videoni yaxshilab ko'rib olinglar avval. Mana. Bundan keyin Captiva Malibu'lar
Videolar tayyor, ularni ham qo'yib boramiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni podelitsiya qilib yuboringlar. Kimlardir izlab yurgandir. Yaxshi Malibu olaman deb niyat qilib Rossiyada ishlab yurgandir. O'shalarga videoni jo'natib yuborasizlar. Toza Malibu. Hamma narsani ishlab turib o'rta mana. Bugun ozgina shamol bor, ovozim eshitilyapti degan umiddaman. Rangi beli jimshuk, yana bir bor takrorlayman ma'lumotlarni. Ballonlari yaxshi, 4-pakelini metani bor. Yurgani 155 ming atrofida. Chunki juda ham ko'pchilik qayta savol beradi. Bular bo'lmasga telefon qiladi. O'rtoqlar, oladiganlar telefon qilsin. Faqat naqdga sotiladi. Umuman xarajat yo'q mashina mana. Ko'rsatishga harakat qilyapmiz to'liqroq. Mana. Soatda ishlab turibdi motorlari. Kim naqd sanasa mashina o'shaniki. Salomat bo'lasiz.